O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi mana kanalimizda mana Malibu 2 narda grey rangda ekan. O'zi ham to'ta holatda turibdi ekan, Premier Turbo. Вообще ideal bo'lib turibdi mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa, egalar nomerlarini sizlarga qoldiramiz. Hamda Prado'yimiz ham bor ekan. Oppoq rangda. Mashina holatlari yaxshi ekan. Yonida mana Zikr 7X turibdi o'rtoqlar. Mashinamiz holatlari ham tashqi holati yaxshi ekan. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi, oq salon ekan. Oldinlarini qaranglar. Chiroyli o'tirmoqchilar. Ham Prado'lar mana qora Prado bor ekan o'rtoqlar. Qora Prado. Qiziqqanlar egasi nomerini napisani qoldiramiz. Bu tomonga o'tsak, Mers bor ekan. Mersimiz mana holatlari, tashqi holati yaxshi ekan. Qora rangli Tormachik Belaya 450. Mana chiroyli diskalar ekan. Zavodskoy diska. Bu tomonimizda ham mana bunaqa matvoy Mers bor ekan. Bu Belaya 63 bo'lishi kerak. Rangi o'ziga shunaqangi yarashgan ekan. Ayollar uchun zo'r Mers emas. Mana Belaya 63 ekan. Bu yoqda mana qora 900 ga bor ekan. Yillari 2014 bo'lishi kerak. Mana chiroyli diskalar ekan. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. So'nglarini qaranglar. Zikr 7 emas bu. 007 GT. Ferrari'ga o'xshatgani. Bu ham tashqi holati yaxshi. Mana Zavodskoy chiroyli diskalarda turibdi. Salonlari ham oq ekan. Bu yoqda anaqa yangicha Traverse bor ekan. Salonlari. Ballonlari ham qo'y, off-road ballon ekan. Orqalari yomon derski turib berar ekan. Yana pikapimiz ham bor ekan. Mana Malibu 2 bor ekan, yana qora rangda. Tonirovkalar bor ekan. Salonlari ham yaxshi holatda. Diskalari qirilgan, chirilgan joyi yo'q. Orqalarini qaranglar. Chotki. Kia K5. GT Line. Qora rangda zo'r holatda ekan. San'ati oq rangda. Yana Kia K5. Hyundai Tucson'ning yangichasimi deyman bu. Li9. O'rtoqlar, mana X5'imiz bor ekan. Voy, oq rangda. Shuni qaranglar, orqasini Davidski bo'lib. X-Drive i50. Chotki diskalar ekan. Oldilari ham yaxshi holatda.